Hammani oyog'ida Adidas, Nike, Skechers boringani onrang bo'lganda, tsak ras oyog'ingizda Mizuno brendini mana bu eksklyuziv ko'rinishdagi oyoq kiyimi. Mana degan 10 na limited edition Levini ham kiyganlar ham oyog'ingizga bundoq qarab, bu brat krasovkani yomon ham tushunarganlar deb qo'yadi. Sababi bu brend legendarniy brendlardan biri va bu eksklyuziv cross. Buni ko'k rasvetkasini sizlarga ko'rsatuvdik va Toshkentga ham borib qo'ydik. Sababi bu boshqa narsa. Bu detal, bu ko'rinish, bu вообще boshqa narsa. O'shaning uchun do'konda ko'k rasvetkasini ham ko'rib, mana bu rasvetkasini zakaz qilishingiz mumkin. Mabodo deyman, hatto ko'k rasvetkasini o'zi ham juda ham chiroyli chiqqan. Orqasida ham detalni qaranglar, yorib qo'ygan. Bu menimcha bosilarda endi просто aytolman. Bosilada takoy qanaqadir yumshoq podushka va teg qismlari ham qaranglar, mana bunaqa nuqtalar bilan detalda baribir. Обработка qilingan Mizuno yozuvi qanaqa tiniq qaranglar, baribir yapon deb baribir. Yana bu yerda Mizuno yopishtirilgan spoiler молочный rangda rasvetkani o'zini yorgan. Qaranglar, oyoqda qanaqa mo'shni ko'rinadi bu rasvetka. Marhamat, lamp joyini ham ochib qo'ygan, qaranglar. Moslaganda pasaga. Iplari, logotipli, tilda qaranglar, mana birkasi to'rqa-to'rq tikilgan. Ich taraflari ham noodatiy ko'rinishga ega. Xullas, $119 dan ushbu oyoq kiyimni xarid qilishingiz mumkin. Ushbu krasovkani juda yaxshi ko'radigan ukalarimizga o'xshab. Anaqa nima deydi, kolleksiya uchun bitta kerak. Nafaqat kolleksiya uchun kiyish uchun ham yaxshi narsa tavsiya qilamiz. Oyog'ingizda vashshe O'zbekiston ko'chalarida eksklyuziv. O'rta Osiyoda desam ham bo'laveradi.